Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga yana bir mashhur shaxsni sizlarga tanishtirmoqchi. U bizning Istiqlol marshimizni yozgan. U Mamtil Apandi. Bugun sizlarga uning hayotidagi qisqa bir hikoyani o'qib beraman. Mamtil Apandi pokiz bo'lmoq kerak. Bir kuni Mamtil Apandi o'zining qolgan o'g'li va shogirdi rahmatini ergashtirib, maktabga ishga ketib o'tib, diqqatini to'piga milinib, o'ltirib allaqandoq bir o'yinni o'ynayotgan 6 yoshlar chamasidagi bir bolaga tushibdi. Mamtil Apandi darhol to'xtab, yig'ishib, bolani turg'izib, uning üstü başlarını kıkıştırıp, "Oğlum, kimini muşunaq paskına külüetsen, apan, xapa, bolmamdı, topuda oynama ağırıp kalısan," dep, yançıqıdaki yağlığını çıkarıp, balının yüzünü sürtüp, onunğa daçan puldu birini tutkuzup koyupdu. Dal şu çağda, heliqi balının anısı öyden çıkıp kaptı. U çoğgan Mamtil Apandini görüp, hem xijil bo'lgan, hem jiddiyleşken halda aran ahval so'rabdi. Mamtil Apandi salomini ilib, andin tabiiy qiyofatda qo'lingizga obdan qarang. Sog'lom va pokizchon bo'lsin. Pokiz yurishni o'rgansin. Bizda kuyuk yamonmi, ko'nikmi desa, ko'nik yomon degan gap bor. Hozirdan boshlab qanday ko'dirsangiz, keyin shundoq chon bo'ldi, debdim. Hiliqi Shokan xijil bo'lib, muloyimlik bilan beshini langshitibdi va "O'zlaringizning oldida bek uyaldim, apandim, kechirsinlar", debdi. Mamtil Apandi bilan Mirahmat maktabga qarab mengib ketgandan keyin Hiliqi Shokan Mamtil Apandiga hurmat nazari bilan qarab qapti. Yana bir kuni Mamtil Apandi Mashhad bozoridagi bir oshxonaga bir necha ilan bilan billa manta egili kiribdi. O'ltirib bo'lgandan keyin Mamtil Apandi bu oshxonaning tozligining nacharligini his qilibdi. Mamtil Apandi qopib chiqib ketishini afsus ko'rib, ilojisiz o'ltiraveribdi. Lekin tomoq chiqquncha endigi pichqini chiqarib, piyola chaynaklardagi dog'larni qarab o'ltiribdi. Buni ko'rgan oshxona xo'jayisi o'ng'aysizlanlikdan, "Apandim, bugun o'zlari oshxonamizga tunji qatim mehmon bo'lib kelganda, yerga qarab qoldim. Shogirdlar yosh bo'lg'achqa tozlikqa diqqat qilib ketolmabdi. Mehmonlarga tomoqni o'z qo'lim bilan rastlab beray", debdi Mamtil Apandi. "Kerak yo'q, bunda ahvollar bo'ldi. Lekin bu ishlarni tuzatmay bo'lmaydi. Bu xalqning salomatligi bilan munosabatlik cho'ng ish. Shunga diqqat qilishimiz kerak", debdi. O'ltirganlarning hammasi Mamtil Apandining so'zlarini qoyillik bilan bosh langshitib tasdiqlashibdi. Xo'sh,